Salom do'stlar, sizlar bilan Artijon. Bugun men Skyblockda 100 kun yashab qolaman. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdi. Ulolik. Niye tun bo'lib qolgan? Ha, mayli. Daraxt chopamiz. Hoppa. Yaxshi. Birinchi bo'lib toshli instrumentlarni yasash kerak. Bu Skyblockdagi maqsadimiz ana shu yerdan mob ferma qurish. Xo'sh, kirsak Skyblockdagi kerakli narsalar. Bu yerda esa nima? Kitob. Bunda tushundim, bu qo'l yozma. Bunday narsalarni qilamiz. Xo'sh. Sindiramiz sandiqni. Yaxshi. Endi men o'zimga tosh generator yasashim kerak. Birinchi bo'lib tosh generator mana shu yerdan yasayman. Mana shu yerdan. Olmosmi? Mayli. Ko'mir yana. Burada ham turadi. Shu yaxshi endi tosh generatorni bu yerga ikkita, 3 ta qo'ysak, bu yerga esa bunday qo'yish aslida. Mana tayyor. Endi bitta versiyaga yasaymiz. Nurlarni olish kerak. Men urchib ketardim. Mayli. Xo'sh, birinchi bo'lib o'zimizga versiyaga yasaamiz. Aytaymiz. Yasaymiz. Tayoqcha. Normal. Xo'sh. Tur. Normal. Endi bitta kerka. Qorong'ulik uchun ko'mir kovlaymiz. Temir ham bor ekan, yaxshi. Shu yerga esa blok qo'yamiz. Bitta xato ketdi. Men yo'rolib ketardim. Xo'sh. Yerga xato ketdi, bu yerga. Blok mana yerga qo'yish kerak mana. Endi yaxshi. Shu bitta ko'chat. Ekamiz. Olma tushib ketdi. Mayli. O'ylaman hozirmanku. Xo'sh. Do'stlar, yangi qo'shilgan bo'lsangiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin. 1000 taga oz qoldi. Xo'sh, endi tosh generator quramiz. Bu yerga muzni qo'yamiz, sindiramiz. Shunday bo'ladi. Sindiramizda lamani ostalik bilan qo'yamizda, bizda tosh ferma tayyorlanadi. Sindiramiz. Bitta tosh, ikkinchi tosh. Bunga ikkinchi tosh kerakmi? İkinci tosh. Üçüncü tosh. Tayyor. Endi esa bitta toshli kirka yasaymiz. Tayyor. Mana. Bizda bor endi. Tosh qo'yamiz. Xo'sh. Kim bilmasa, bersak olovda yo'maydi. Ba'zi o'yinchilar bilishi mumkin, ba'zilar bilmasligi mumkin. Shuni aytib o'tyapman. Men bu yerga qo'ysam, bersakni, keyin masalan qo'layapman-ku uni. Qo'layotgan vaqtda uni. Men tez qo'laydi. Xo'sh. Sal bo'lsa ham orolni kattalashtirish kerak. Tosh bilan. 12 ta normal. Bu yerni kattalashtirsak yaxshi bo'lardi mana. Xo'sh. Bitta, 3 ta, 4 ta. Normal. Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta.
Xo'sh. Toshga olaymiz. Kim bilmasa F3 va T tugmalarini bossang, narsa avtomatikka ulanadi. Birinchi bo'lib F3 va T tugmasini bosib, sichqonchaning chap tugmasini bosasizlar, avtomatikka ulaydi, qaranglar. Keyin qo'yib yuborasizlar va kutasizlar. Mana ham o'rab oldik. Yaxshi. Bu yerda suv bor. Nima bu yerdan tushish yo'llari ko'r, mana. Hali olmosdan olganim yo'q. Hozir men bu yerda sham bilan narsalarni qo'ysam hozir. Bu yerdan tugmani qilib ikilib o'tish kerak. Yaxshi. Endi men o'zimga bitta tur o'zi o'lib ketsam, ehtimol katta maloylarim ketadi. Uning uchun bitta, ikkita, uchta loy kerak menga va qolgan mayda pistonchalar kerak. Yaxshi, endi daraxt ferma quramiz. Mana shu yerdan quraman. Qani go. Xo'sh, yaxshi. Mana qurban bo'ldik. Endi nima bu yerni to'ldirib chiqsak, yaxshi bo'ladi mana. Ideal. Xatoga ketdi. Toshni olish kerak endi. Men kirgim yo'q. Nima mayli. Bu yerni to'ldirib chiqish kerak. Xo'sh, men tosh generatorni bu yerga qo'ymoqchi emasman. Men mana bu yerdan toshga yangi generator joy qurmoqchiman. So'rdan ham menga mayda toshchalar kerak. Endi tirsakcha bor yana shu yerdan. Qani go. Do'stlar, bitta narsa aytsam unutmang, kechiringlar. 1 soat ichida video olish esdan chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin men. Mana shularni qurdim mana. Aytganingizdek mana shularni qurgan bo'lsam kerak. Bilmadim, mana bu yerga tosh fermani qurdim mana. Mana shu yerga tosh qo'yamiz. Avtomatik. Qolgan hech narsa qurganim yo'q. Mana shu turibdi, hamma narsa ham. Mana narsa turibdi, olmosdan joyda. Xo'sh, misol chiqibdi. Shuncha narsani video olish nima edi? Xo'sh, toshga olaymiz endi. Menga jami uchala kirgan sindirib, mana shuni to'ldirib bilamiz, mana shu joydan, to'ldirgan shu yerdan. Tosh miningga go. Xo'sh, mana 51 ta, 52 ta. Hozircha shuni ham istak qilsak. Mana. Sizlar kompyuterni olib 1 soat o'tirishga vaqtim ketdi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. 11 stakcha tosh. Bu fermaga yetsa kerak. Xo'sh, bularni olib maydalashimiz kerak. Maydalashni xolisga olib kelish kerak mana. 2 stakini maydalaymiz. Qolganlarini esa shunday turaverasan. Xo'sh. Mana 20 ta, 5 tamuncha daraxtlarni chopib, maydalab, kesib olib olmoslarni o'rganim yo'q. Yaxshi. Endi esa fermani masalan mana bu yerdan quramiz. Mana o'rolga ham burish kerak hali. Ko'ryapsizlar, mana shu o'rolga burish kerak hali. O'rolga bo'lganimiz ham yo'q. Xo'sh. Endi fermaga kerakli narsalarni yig'ishni boshladik.
Tur birinchilikda menga suvni ko'paytirish kerak. Suvni ko'paytirish uchun esa menga yarimtalik bloklar kerak. Buning uchun men yetmadi. Yaramas. Shunday olamiz va bizda komposter tayyor. Bu bilan qanday ko'paytirsa bo'ladi deyishingiz mumkin. Buni qo'yamiz mana buni. Bu yerda menga ikkita bor. Xo'sh. Shuni daraxtlarni ko'paytirib, kunlarga aylantirib, shuni olamiz hozir. Qani go. Ikki stakcha daraxt bo'lgandan so'ng mana shu yerdan barcha daraxtlarni oldim mana. Bir stak bo'ldi mana. Hammasini. Xo'sh. Bizga 3 dona bo'ldi. Birinchi bitta loy olamiz. Va kirkan qo'yaman. Shu kirkan qo'yib kelaman. Shuni kirkan olamiz. Birinchilikda bitta avvaloq birinchi bilan temirlarni pishirib olish kerak. Bitta paqir yasash. Xo'sh. O'zini paqir nima qildingizlar desalar, yo'qotib qo'ydim. Xo'sh, eritishga kutamiz endi. Bu yerda tosh suv bor. Hozir mana ko'chiramiz. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Endi mana qo'yaram. Yaramas. Shuni qilamiz. Bir blok sindiramiz. Blok qo'yamiz. To'rt qo'llikdan qo'shib bitta suvimiz bor. Shuni qilamiz. Temir erishini kutamiz. Xo'sh, temir yo'q. Xo'sh. Temir bor. Ura. Shu temirlardan endi o'zimizga paqir yasaymiz. Paqirni olamiz. Qo'yib. Xo'sh. Chiqamiz, suvni olamiz. Bitta suv. Yaxshi. Biz suv generator quramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bitta bu yoqqa. Bitta bu yoqqa mana shunday qilib. Yaxshi, mana bu yerga bitta suv bu yoqqa qo'yamiz. Bu yerga esa ikkinchi paqir suvni qo'yamiz. Hozirda cheksiz suv. Cheksiz suv qani? Mana bu yerga tashib. Suv qani? Qayerga ketdi suv? Bana bir şey. Hoppa mana. Ko'rishlaringiz mumkin, chizada cheksiz suv bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Chizada cheksiz suv bor. Endi mana buni qo'yib chiqish kerak. Masalan, yig'ib ketsak, bundan olamiz. Chiqamizda demoqchi. Xo'sh, yaxshi mana. Qo'yib ham chiqdi ekan endi. Nima narsamizni qo'yamiz. Mob ferma qurmoqchi edik, maqsadimiz. Xo'sh, mob fermani men mana shu yerdan quraman. Shunday kerak narsalarni olamiz. Birinchilikda mana shu narsalar kerak. Mana shu yerda platformasini quramiz. Xo'sh. Yaxshi. Endi mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta. Va bitta bu yerga, bitta bu yerga. Yaxshi, to'ldirib chiqamiz. Odamlar yiqilib ketmasligi uchun kattaroq yo'q qilamiz. Xo'sh, yana bitta va yana bitta. Tamam. Xo'sh, bu yerdan 2 blok chiqamiz, bu yerdan ham 2 blok chiqamiz. Xo'sh, bu yerni to'ldirib chiqamiz. Yo'qsa endi bu yerdan 3 blok chiqamiz.
Shu videoni sizga kerak bo'lmasligi uchun men shu joyni o'tkazib yuboraman. Uni qirib bo'lgandan keyin ko'rsaman. Nima narsadan olamiz? Yaxshi, bu yerdan narsadan olish kerak. Bu yerdan narsadan olish kerak. Yuz burchaklarga borsam, nega burchaklar cho'yib qo'ysam mana narsadan olsa bo'ladi. Sizga normal narsa. Kartoshkani tushdi, yaxshi kartoshka. Yaxshi yana. Kartoshka ferma quramiz o'zi. Shu qayerdan kartoshka fermadir qilib o'rishga. Yaxshi mo ferma bo'ldi. Xo'sh. 12 daraja yaxshi. Xo'sh. Mo fermadan olingan narsalar. Ko'rishingiz mumkin. Zombi go'shti kamonaqa. Va suyaklar. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Video juda ham uzun bo'lmadi. Agar ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Artijon bo'ldi. Hammaga xayr.